Endi esa siyratning navbatdagi sahifasini ochamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hayotlarini o'rganishga kirishdan oldin yaratilishning boshlanishi haqida so'z yuritamiz. Chunki har bir buyuk qissa o'z ibtidosidan boshlanadi. Shunday ekan, o'zimizga bir savol beraylik. Alloh taolo yaratgan eng birinchi narsa nima edi? Bu savolni eshitganimizda ko'pchiligimiz darrov qalam deb javob beramiz. Yana boshqalar lavhul mahfuz deyishlari mumkin. Aslida esa bu masalada islom ulamolari bir necha qarashlarni zikr qilganlar. Lekin bizning vazifamiz ko'p fikrlarni bilish emas, balki sahih dalilga ergashishdir. Bu borada bid'at ahli ham o'z qarashlarini ilgari surgan. Ular ayrim rivoyatlarni dalil sifatida keltiradilar, ammo muhaddislar o'sha rivoyatlarni tekshirib, ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilishi to'g'ri emasligini, hatto ayrimlari to'qima ekanini bayon qilganlar. Shu sababli musulmon kishi har qanday eshitgan gapiga emas, balki sahih dalilga ergashadi. Biz ham bu masalada turli fikrlarni emas, Qur'on va sahih sunnat bilan sobit bo'lgan qarashlarni olamiz. Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar: Alloh bor edi va undan boshqa hech narsa yo'q edi. Uning arshi suv ustida edi. Mana shu hadis bizga eng buyuk haqiqatlardan birini o'rgatadi. Alloh subhanahu va taolo avvaldir. U zotning boshlanishi yo'q. Hech kim uni yaratmagan va hech narsa u zotdan oldin mavjud bo'lmagan. U zot azaldan bor va oxiri yo'qdir. Hadisda arshning suv ustida bo'lgani ham zikr qilinadi. Bu esa g'ayb olamiga oid xabardir. Lekin bu yerdagi suvni biz biladigan oddiy suv bilan qiyoslash to'g'ri emas. Bu Alloh yaratgan, bizning tasavvurimiz yetmaydigan g'ayb olamining bir qismidir. Shuning uchun salaf solihlar bunday masalalarda ortiqcha taxmin va falsafiy mulohazalarga berilmaganlar. Alloh va Rasulining xabari qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha iymon keltirganlar. Mo'minning yo'li ham mana shu. G'aybni aqli bilan emas, vahiy bilan taniydi. Alloh va Rasulining xabarini hech qanday o'zgartirmasdan qabul qilish mana shu haqiqiy taslimiyatdir. Arsh ostidagi suv bu butun mavjudot yaratilishdan oldingi g'ayb olamiga oid ulkan haqiqatdir. Bu oddiy suv emas. Bu bizning tasavvurimizdagi suv emas. Shuning uchun uni biz ko'rib turgan suv bilan qiyoslash to'g'ri bo'lmaydi. Salaf solihlar bunday masalalarda ortiqcha savollar bilan o'zlarini qiynamaganlar. Ular bu suv qayerdan kelgan yoki qanday edi kabi savollarga berilmaganlar. Chunki Alloh uni yaratishni iroda qilgan va u mavjud bo'lgan. Mo'minning vazifasi esa g'ayb xabarlarini qanday kelgan bo'lsa shundayligicha qabul qilishdir. Mana shu hadisdan Ibn Abbos roziyallohu anhu ham shunday xulosaga kelganlar. Bir qator ulamolar, jumladan zamonaviy olimlar ham shu qarashni quvvatlaganlar. Ya'ni barcha mavjudot yaratilishidan oldin Alloh taolo arshni yaratgan edi. Keyinchalik osmonlar, yer va boshqa maxluqot yaratiladigan bosqich boshlanganda esa o'sha yaratilishning birinchi maxluqi qalam bo'ldi. Demak, arsh qalamdan ham oldin yaratilgan. Qalam esa bu olamning taqdirini yozish vazifasi bilan yaratilgan ilk maxluqdir. Bu ma'no Qur'oni Karim oyatlari bilan ham uyg'undir. Alloh taolo arshi suv ustida bo'lganini zikr qiladi. Demak, arsh boshqa ko'plab maxluqlardan oldin mavjud edi. Lekin bu yerda yana bir muhim aqidaviy masalani unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo arshga muhtoj emas. Arshning ulug'ligi Allohning unga muhtojligini anglatmaydi. Xuddi shuningdek, Alloh osmonlarga ham, yerga ham, farishtalarga ham, insonlarga ham muhtoj emas. Balki barcha mavjudot Allohga muhtojdir. Arsh esa Alloh taolo yaratgan eng ulug' va eng buyuk maxluqlardan biridir. Bu uning ulkanligi va sharafini bildiradi. Ammo Alloh subhanahu va taolo barcha maxluqlardan ulug'dir va u zotni hech bir narsa o'rab olmaydi. Arshning naqadar ulkan ekanini tasavvur qilishning o'zi mushkul. Ulamolar rivoyat qilganidek, 7 osmonning barchasi biz ko'rayotgan osmon, yulduzlar, galaktika va inson tasavvur qiladigan ulkan koinot ham arsh oldida xuddi bepoyon sahroga tashlangan kichkina
Kichkina temir halqaga o'xshaydi. Bu misol arshning haqiqiy hajmini emas, balki uning naqadar ulkan ekanini bizga tushuntirish uchundir. Shuning uchun g'ayb olamiga oid masalalarda o'z tasavvurimizga emas, Qur'on va sahih sunnatda kelgan xabarlarga tayanamiz. So'ng Alloh taolo qalamni yaratdi va unga yozishni buyurdi. Qalam, ey Robbim, nimani yozay dedi. Shunday deb so'radi. Shunda Alloh taolo unga qiyomatgacha sodir bo'ladigan barcha narsani yozishni amr qildi. Har bir insonning rizqi, umrini, vafotini, amallarini va bu olamda yuz beradigan barcha voqealar yozib qo'yiladi. Albatta bularning barchasi Allohning ilmida azaldan mavjud edi. Chunki Allohning ilmi cheksizdir. Chunki Allohning ilmi bo'lgan narsalarni ham, bo'ladigan narsalarni ham, bo'lmaganda qanday bo'lishini ham mukammal biladi. Yozilish esa Allohning ilmini emas, balki uning taqdirini maxluqlar uchun belgilab qo'ygan tartib sifatida namoyon etdi. Hadislar bu voqea osmonlar va yer yaratilishidan 50 ming yil oldin sodir bo'lganini zikr qiladi. 50 ming yil oldin. Bu yil deganda biz biladigan 365 kunlik yil nazarda tutilmaydi. Chunki o'sha paytda hali quyosh ham yo'q edi, oy ham yo'q edi, tun ham, kunduz ham mavjud emasdi. Arab tilidagi yavm va shunga o'xshash vaqt ifodalari ko'pincha ma'lum bir davr yoki bosqich ma'nosida ham ishlatiladi. Shuning uchun bunday g'aybiy masalalarda Qur'on va sunnat qanday xabar bergan bo'lsa, shundayligicha iymon keltiramiz va tafsilotni Alloh subhanahu va taologa havola qilamiz. Bu kabi g'aybiy masalalarda kun yoki yil degan iboralarni eshitganimizda ularni darhol biz yashayotgan dunyoning vaqt o'lchovi bilan tushunishga shoshilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo nimani qanday nazarda tutgan bo'lsa, uning haqiqiy ma'nosini eng yaxshi Allohning o'zi biladi. Biz esa Qur'on va sahih sunnatda qanday xabar berilgan bo'lsa, shundayligicha iymon keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga xabar berganlaridek, osmonlar va yer yaratilishidan 50 ming yil oldin Alloh taolo barcha taqdirlarni yozib qo'ygan. Demak, bu olamda sodir bo'ladigan biror voqea Allohning ilmisiz yuz bermaydi. Har bir insonning umri, rizqi, amali va boshga keladigan barcha voqealar Allohning cheksiz ilmi bilan qamrab olingan. Mana shu haqiqat ustida chuqurroq tafakkur qilsak, o'zimizga juda muhim bir savol tug'iladi. Agar rizqimiz Alloh tomonidan oldindan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, nega ayrim insonlar o'sha rizqni topish uchun Allohning amrlarini buzishga jur'at qiladilar? Nega birov yolg'on gapiradi, birov aldaydi, birov pora oladi yoki harom yo'l bilan mol topishga urinadi? Go'yo rizqini Alloh emas, o'sha harom sabablar berayotgandek. Albatta bu degani inson uyda o'tirib olib, Alloh rizqimni o'zi yetkazadi deb hech qanday harakat qilmasligi kerak degani emas. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari emas. Islom bizni mehnat qilishga, kasb-hunar o'rganishga, ilm olishga va halol yo'l bilan rizq izlashga buyurgan. Sahobalar ham ishlaganlar, tijorat qilganlar, dehqonchilik qilganlar va mehnat qilganlar. Ular sabablarni qilganlar, ammo qalblarini sababga emas, Robbilariga bog'laganlar. Mo'min inson yaxshi biladiki, diplom rizq bermaydi, ish joyi rizq bermaydi, savdo ham rizq bermaydi. Bularning barchasi faqat Alloh yaratgan sabablar xolos. Asl rizq beruvchi esa faqat Alloh subhanahu va taolodir. Agar Alloh istasa, eng kichik sabab bilan ham ulkan rizq beradi. Agar istamasa, eng katta imkoniyatlar ham insonga foyda bermaydi. Yo'q. Shuning uchun kimdir rizqini deb Allohning chegaralarini buzsa, haromga qo'l ursa, yolg'on va xiyonat bilan mol topishga urinsa, u aslida taqdir va tavakkulning ma'nosini to'liq anglamagan bo'ladi. Chunki siz harom yo'l tutganingiz uchun sizga yozilgan rizq ortib qolmaydi. Halol yo'lni tanlaganingiz uchun ham kamayib qolmaydi. Alloh siz uchun taqdir qilgan rizq baribir sizni topadi. So'ng shu bois mo'minning maqsadi rizqi emas, avvalo Allohning roziligini qo'lga kiritish bo'lishi kerak. Rizq ortidan quvishdan ko'ra halol yo'ldan yurish muhimroqdir. Chunki halol rizqda baraka bor.
Harom rizqda esa baraka yo'q. Allohning va'dasi haqdir. Banda sabablarni qiladi, tavakkulni Allohga qiladi va rizqini faqat Robbisidan kutadi. Faqat Robbisidan. Bu mavzuni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Uni bir marta eshitish kifoya emas, qayta-qayta eshitib, ustida tafakkur qilish kerak. Chunki Alloh taolo hamma narsani oldindan yozib qo'ygan. Endi savol tug'iladi, bizning vazifamiz nima? Bizning vazifamiz Allohga itoat qilish. Alloh bizni sabablarni qilishga buyurgan. Masalan, kasal bo'lsak, dori ichamiz. Alloh shifo beradi, dori ichmayman deyish to'g'ri emas, chunki dori ichish ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridandir. Xuddi shunday rizq topish uchun ham mehnat qilishimiz kerak. Ishlaymiz, ilm olamiz, kasb o'rganamiz va halol rizq izlaymiz. Bu degani uyda o'tirib olib, Alloh rizqini o'zi yuboradi deb kutish emas. Alloh har bir narsaga sabab yaratgan va bizni o'sha sabablarni qilishga buyurgan. Shu bilan birga Alloh halol bilan haromni ham aniq ajratib qo'ygan. Nima mumkin, nima mumkin emas, barchasini bayon qilgan. Bizning vazifamiz ana shu chegaralardan chiqmaslikdir. Natija esa Allohning qo'lidadir. Rizqni ham Alloh beradi, yordamni ham, g'alabani ham. Biz esa faqat itoat qilib tavakkul qilamiz. Shundan keyin Alloh taolo osmonlar va yerni 6 davrda yaratdi. Bu yerda 6 kun deganda biz biladigan 24 soatlik kun emas, balki Alloh biladigan 6 davr nazarda tutiladi. Bu mavzu siyratning asosiy qismi bo'lmagani uchun unga qisqacha to'xtalamiz. Qur'onda Alloh taolo osmon avval gassimon holatda bo'lganini xabarini beradi. Keyin Alloh subhanahu va taoloning amri bilan undan osmonlar, sayyoralar va boshqa samoviy jismlar yaratilgan. Biz bunga olimlar aytgani uchun emas, Qur'onda kelgani uchun ishonamiz. Bugun ilm fan ayrim haqiqatlarni endi bilayotgan bo'lsa, Qur'on bu haqida bundan 14 asr oldin xabar bergan edi. Shuning uchun Qur'ondagi ilmiy mo'jizalar deganda ilm fan bugun kashf qilayotgan ayrim haqiqatlar Qur'onda avvaldan bayon qilinganini tushunamiz. Agar ertaga olimlar bu haqiqatni inkor qilsalar ham biz baribir bunga ishonamiz, chunki bu Qur'onda bayon qilingan. Biz Qur'onni ilm fanga moslashtirmaymiz, aksincha, ilm fan vaqt o'tishi bilan Qur'onda aytilgan ayrim haqiqatlarni kashf etmoqda. Qur'on faqat hidoyat kitobi emas, unda tarix ham bor, kelajak haqida xabarlar ham bor va inson tafakkurini uyg'otadigan ko'plab haqiqatlar ham mavjud. Qur'onda zikr qilingan ayrim narsalarni ilm fan keyinchalik aniqlagani esa uning mo'jizalaridan biridir. Bu esa Qur'on inson so'zi emas, balki Allohning kalomi ekaniga yana bir dalildir. Shuning uchun bizning mezonimiz ilm fan emas, Qur'ondir. Ilm fan o'zgarishi mumkin, ammo Alloh subhanahu va taoloning kalomi o'zgarmaydi. Biz bu mavzuni batafsil o'rganmaymiz, chunki asosiy maqsadimiz siyratdir. Yaratilish haqida esa faqat siyratni tushunishga yordam beradigan darajada to'xtalamiz. Rivoyatlarda kelishicha, Alloh taolo osmonlar, yerlar, tog'lar va boshqa mavjudotlarni yaratgandan so'ng insondan oldin farishtalar va jinlarni yaratdi. Demak, farishtalar ham, jinlar ham inson yaratilishidan avval mavjud bo'lganlar. Ko'plab ulamolar aytganlaridek, bu ulkan yaratilishning markazida inson turadi. Go'yo Alloh avval inson yashaydigan olamni tayyorladi, keyin esa insonni yaratdi. Bu esa Alloh taoloning insonga bergan ulkan ne'mati va sharafini ko'rsatadi. Bir o'ylab ko'ring, Alloh sizni boshqa bir maxluq qilib ham yaratishi mumkin edi, lekin sizni inson qilib yaratdi. Bundan ham ulug' ne'mat shuki, bizni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan qildi. Bu ne'mat uchun Alloh subhanahu va taologa qancha shukr qilsak ham oz. Shundan keyin Alloh taolo insonni yaratishni iroda qildi. Bu yaratilishning hikmatlari juda ko'p. Farishtalar va jinlarning yaratilishida ham ko'plab hikmatlar bor, lekin ular haqida batafsil to'xtalsak, asosiy mavzudan chetlashib ketamiz. Alloh subhanahu va taolo barcha maxluqlarni bo'l degan amr bilan yaratdi. Lekin ayrim maxluqlarni o'zining ulug'ligiga munosib tarzda o'z qo'li bilan yaratib, ularga alohida sharaf berdi. Jannatni ham, Odam alayhissalomni ham Alloh taolo o'z qo'li bilan yaratdi. Bu qanday bo'lganini esa bilmaymiz. Biz qanday deb so'ramaymiz, chunki uning qandayligi faqat Alloh subhanahu va taologa ma'lum. Biz esa Qur'on va sunnatda qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha iymon keltiramiz. So'ng Alloh subhanahu va taolo farishtalarga yerning turli joylaridan tuproq olib kelishni buyurdi. Turli xil tuproqlar jamlanib, suv bilan qorildi va undan Odam alayhissalomning jasadlari yaratildi. Bu yaratilish ham Allohning ulug'ligiga munosib tarzda bo'lgan.
Odam alayhissalomning jasadlari yaratilgach, hali unga ruh puflanmagan edi. Jasad ma'lum muddat shu holatda qoldi. Hadislarda zikr qilinishicha, vaqt o'tishi bilan u hid chiqara boshladi. Bu esa bizga inson tanasining asl haqiqatini eslatadi. Agar ruh tanani tark etsa, u endi qadrsiz bir jasadga aylanadi. Shuning uchun insonning haqiqiy sharafi uning tanasida emas, balki Alloh subhanahu va taolo ato etgan ruhdadir. Bizning tanamiz tuproqdan yaratilgan. Shuning uchun u dunyo narsalariga moyil bo'ladi. Yaxshi taomni, chiroyli kiyimni, mol-dunyoni va dunyoning lazzatlarini istaydi. Ammo ruh tuproqdan yaratilmagan. Shuning uchun uning ehtiyoji ham, ozuqasi ham boshqacha. Ruh mol-dunyo bilan emas, Allohni zikr qilish bilan oziqlanadi. Ruh ibodat bilan kuch topadi. Qur'on tilovati bilan taskin topadi. Allohni eslash bilan xotirjam bo'ladi. Shuning uchun inson ba'zan nafsining istaklariga qarshi chiqadi. Roza tutadi, kechalar turib namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi. Uyqusi kelsa ham, lekin u Qur'on o'qiydi, duo qiladi. Albatta bunday paytlarda tanasi charchashi mumkin, ochlikni his qiladi, yotgisi keladi, ba'zan oyoqlari og'riydi, ammo aynan o'sha paytda uning ruhi quvonadi. Qalbi yengillashadi. Ichida ilgari sezmagan bir xotirjamlikni topadi. Aksincha, inson gunoh yo'lni tanlasa, nafsning har bir istagini qondirsa, tanasi lazzatlanishi mumkin, lekin qalbi asta-sekin qorayadi, ruhi siqiladi. Ichidagi bo'shliq esa tobora kattalashib boradi. Chunki ruhning haqiqiy ozuqi dunyo emas, balki Alloh subhanahu va taoloning roziligidir. Shuning uchun ham bugun dunyoda boyligi tugamaydigan, mashhurligi butun olamga yoyilgan insonlarni ham baxtsiz holda ko'ramiz. Ularda qimmatbaho uylar bor, hashamatli mashinalar bor, shuhrat ham bor, mol dunyo ham yetarli. Lekin qalblarida xotirjamlik yo'q. Ba'zilari tushkunlik kasaliga duchor bo'lgan, ba'zilari giyohvand moddalar bilan taskin izlaydi, ba'zilari kuchli dorilar ichib yashaydi. Hatto ayrimlari hayotdan umidini uzib, o'z joniga qasd qilishgacha boradi. Nima uchun? Axir ularda hamma narsa bor-ku. Sababi shuki, badan lazzat topgan bo'lsa ham ruh och qolgan. Ruhni esa pul ham, mashhurlik ham huzur, halovat ham to'ydira olmaydi. Uni faqat Allohni tanish, unga ibodat qilish, Qur'on bilan yashash va Robbisiga yaqinlashishgina taskinlantiradi. Shuning uchun haqiqiy baxt qalbning Alloh subhanahu va taolo bilan bog'lanishidadir. Iblis esa Odam alayhissalomning yaratilishini kuzatib turdi. U farishta emasdi. Shayton farishta emasdi. U jinlardan edi. Allohning borligini inkor qilgani uchun emas, balki kibri va itoatsizligi sababli kofir bo'ldi. U hali ruh puflanmagan Odam alayhissalomning jasadini ko'rib, uni aylanib kuzatdi, uning ichidan ham o'tdi va shu zahotiyoq qalbida hasad va adovat paydo bo'ldi. U ichida agar menga bunga hukmronlik berilsa, uni albatta yo'ldan ozdiraman degan niyatni qildi. Demak, insonning eng birinchi dushmani bo'lgan iblisning adovati Odam alayhissalom yaratilgan paytdanoq boshlangan edi. Shundan keyin uning butun maqsadi insonni Allohning yo'ldan chalg'itish bo'lib qoldi. Bu voqeada biz uchun juda katta ibrat bor, juda katta ibrat. Insonning niyati qanday bo'lsa, ko'pincha oladigan foydasi ham shunga yarasha bo'ladi. Kim ilm majlisiga Alloh uchun haqni o'rganish va o'zini isloh qilish niyatida kelsa, Alloh uning qalbini ochadi, ilmini ziyoda qiladi, hidoyatini mustahkamlaydi. Lekin kim faqat ayib qidirish, bahslashish yoki e'tiroz qilish niyatida kelsa, u foydadan mahrum bo'ladi. Shayton kabi. Ayib bo'lmagan joyda ham ayib qidirishni, bahslashni xohlaydi. Shuning uchun har safar ilm majlisiga o'tirishdan oldin niyatimizni tekshirib olishimiz kerak. Men bu ilmni nima uchun o'rganyapman? Allohning roziligi uchunmi yoki odamlar oldida ko'rinish uchunmi? Chunki inson oxir-oqibat niyat qilgan narsasining samarasini ko'radi. Niyati pok bo'lsa, foydasi ham buyuk bo'ladi. Niyati buzuq bo'lsa, ilmining barakasidan mahrum qolishi mumkin. Demak, iblis Odam alayhissalomni yo'ldan ozdirishga qaror qilganida, hali Allohning sajda qilish haqidagi amri ham kelmagan edi. U hali Alloh taoloning buyrug'iga itoatsizlik qilmagan edi.
lekin uning qalbida hasad va kibr allaqachon paydo bo'lgan edi. Bu esa bizga yomon niyat insonni gunoh sodir bo'lishidan oldin ham halokat sari yetaklashini ko'rsatadi. Shundan so'ng Alloh taolo Odam alayhissalomning jasadiga ruh puflashni iroda qildi. Aynan shu davrda yana bir buyuk taqdir ham belgilandi. Buyuk taqdir. Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan siz qachon payg'ambar qilib tanlandingiz deb so'ralganda u zot Odam alayhissalom hali ruh bilan jasad orasida bo'lgan paytda deb javob berganlar. Bu hadisning ma'nosi juda muhim. Ba'zi odamlar bu hadisni noto'g'ri tushunib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'sha paytda tirik bo'lganlar deb da'vo qiladilar. Lekin bu tushuncha to'g'ri emas. Hadisning ma'nosi shuki, Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini o'sha paytning o'zidayoq taqdir qilgan edi. Bu xuddi Qur'onning nozil bo'lishiga o'xshaydi. Qur'on avval Allohning huzurida edi. Keyin Laylatul Qadr kechasida dunyo osmoniga nozil qilindi. Shundan keyin esa Jabroil alayhissalom orqali Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga 23 yil davomida bo'lib nozil bo'ldi. Demak, ayrim ishlar avval taqdir qilinadi, keyin esa vaqt kelganda bosqichma-bosqich amalga oshadi. Payg'ambarlikning belgilanishi ham ana shunday edi. Shuning uchun biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ulug'laymiz, lekin bu ulug'lashda haddan oshmaymiz. U zotni oddiy inson darajasiga tushirib qo'ymaymiz. Shuningdek, Allohga xos sifatlarni ham u zotga bermaymiz. Ahli sunna yo'li o'rtacha yo'ldir. Biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni Allohning eng ulug' bandasi va eng afzal payg'ambari deb e'tiqod qilamiz. Hadisda aytilganidek, Odam alayhissalom hali ruh bilan jasad orasida bo'lgan paytda ham Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar bo'lishga tanlagan edi. Bu esa u zotning Alloh huzuridagi ulug' maqomini va butun insoniyat uchun yuborilgan ulkan rahmat ekanini ko'rsatadi. Dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun olimlarga rahmat qilib yuborilgan zotdirlar. U zot orqali insoniyat hidoyatni topdi, zulmatdan nurga chiqdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali Allohning roziligi eltuvchi yo'lni bildi. Shu o'rinda juda muhim bir haqiqatni eslatib o'tishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday ulug' rahmat ekanliklarini yana bir bor anglaymiz. U zotni iymon bilan ko'rgan, u zotga ergashgan har bir inson Alloh subhanahu va taoloning buyuk fazliga erishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan bir lahza bo'lsa ham iymon holida uchrashgan kishi sahoba bo'ldi va sahobalar bu ummatning eng afzal insonlaridir. Bu qanday rahmat bo'ldi? Bu qanday rahmat? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim, Imom Buxoriyda kelgan hadisda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilgan hadisda aytadilar: odamlarning eng yaxshisi mening asrimdagilardir. So'ng ulardan keyin kelganlar. Shu hadisning o'zidayoq sahobalarning naqadar ulug' maqomga ega ekanliklari bilinadi. Bir insonning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni iymon bilan ko'rishi uning butun umriga sharaf bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: insoniyatning eng yaxshilari mening asrimdagilar, so'ng ulardan keyin kelganlar. Ana shu sharaf sababli ular insoniyatning eng afzal avlodiga aylandilar. Bu ularning boyligi yoki nasabi tufayli emasdi. Ularning eng yaxshi inson bo'lganliklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirib, u zot bilan birga yashaganlari sababli edi. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadisda Jabroil alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badr jangida qatnashgan kishilar haqida nima deysiz deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular musulmonlarning eng afzal kishilaridandir deb javob berdilar. Musulmonlarning eng afzali. Shunda Jabroil alayhissalom xuddi shuningdek Badr jangida qatnashgan farishtalar ham farishtalarning eng afzallaridandir dedilar. Bu hadis bizga Badr jangining naqadar ulug' maqomga ega ekanini ko'rsatadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Badr jangida qatnashgan sahobalar musulmonlarning eng fazilatli kishilaridan bo'ldilar. Ular bilan birga jangga tushgan farishtalar esa farishtalarning eng afzallari bo'ldilar.
Bu hadis Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Alloh huzuridagi yuksak maqomini ko'rsatadi. Biz ham Allohga shukr qilishimiz kerak, chunki u bizni Muhammad sollallohu alayhi va sallamning ummatidan qildi. Alloh taolo sizlar insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat sizlar deb marhamat qilgan. Bu sharaf Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ummatidan bo'lish ne'mati sababli bizga berilgan. Shuning uchun bu ne'matni qadriga yetaylik.